Jitila mir uyu вообще раз bo'lib ketgan. Mana buni qaralaring. Yo-moyo to'g'rilar bosib bir balo mana bunaqa nimadirlar bo'lib ketgan borib. Ya, xuddi shunday nima? Voy tili qarang, tizilani gazetasi aylanib qoldi. Tili gapirolmay qoldi mana bu jitel. Jitel nima bo'ladi? Nima bo'lyapti senga? Shunchaki bir marta adashibman-da, bo'ldi endi. Nima demoqchi edim? Dres, xullas, nima bo'ladi? Bu yerdan nimadir qurish kerak. Lekin nima quramiz bu yerdan? Hamma qishloqlarning o'zini uyi bor. Hattoki magazinchilar, ya'ni do'konchilarda ham uyi bor, lekin bojlarga berib bo'lmaydi. Bojlarga bersang, ber kelib achchig'i chiqadi, ya'ni jahli chiqadi. Nima deb o'ylaysan o'zing, Idris? To'ppa-to'g'ri. Buni berib bo'lmaydi. Men ham ancha-munchaga ketgan. Yo'qmi, to'g'risini aytsam 6 oyga ketdi mer, shuni bilasizlarmisizlar? Yo'q, 6 oyga bizga 3 oy degandiku. Yo'q, menga anig'ini aytgan edi, 6 oyga dam olib kelaman degandi-da. Yo'q, 6 oy, shunaqa 6 oyga ketdi. Judayam ko'p, judayam ko'p. Vashshe ko'p-da borib. O'shaning uchun, bu uyni biz nimadir qilishimiz kerak JSLlari. Bu uy shunchaki mana shunaqa holatida tursa, judayam uvol bo'ladi. Ya'ni musor bo'ladi, to'g'risini aytsam. Hammasi rasvo bo'ladi. Bu uyni nimadir qilishimiz kerak. Obunachi albatta videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar, chunki biz tezroq 10 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Ko'ryapsizlar u videoni, to'g'rimi? Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, shuni kiringlar, mana bitta mana shu barmoq bilan bitta tirs bosib qo'ysalaring bo'ldi do'stlar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Menga esa qancha motivatsiya bo'ladi. Obuna bo'lganlarga rahmat va videoni ko'rishda davom etinglar. Ketdik. Biz qaranglar, shitlar menda hozir o'ylab ko'raychi. Opa, bitta g'oya bor. Qanaqa g'oya, Drets? Kelinglar, bu uyni biza golemlarni ishlab chiqaradigan zavodga aylantiramiz va bizga qanaqadir zombilar yoki boshqa narsalar hujum qilganda hech kim hech narsa qila olmaydi. Ya'ni golemlar bizani qutqarib qoladi. Yaxshi, judayam zo'r ideya. Biz ham qo'shilamiz narigi xonadagilar. Sizlarmi? Ha, biz ham qo'shilamiz. Lekin rostdan ham zo'r ideya. Dres, qayerdan keldi bu? Bilmasam, turib shu narsani o'ylab qoldim-da. Davay bo'lmasa hozir men materiallarni, quruvchi narsalarni olib kelay, sizlar ungacha anaqa qilib turinglar, maylimi? Bo'ldi, biz ham sandiqlardan narsalar olib kelib qo'yamiz. Davay bo'pti. Olib ketdim unda. Okey, do'stlar, let's go. Bo'lmasa tezroq yuguramiz. Xullas, barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan men Dris Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni yana bugungi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman obunachilar. Yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar, kelinglar-da. Biza oppa, mana как раз mana shular kerak edi. Mana bundan hammasidan olib olaman. Bitta ikkitadan do'stlar, chunki men bitta o'zim ishlayman. Hozir bular sinib ketishi mumkinligi bor birortasi. Opa, jitil uje narsalar olib keldilaringmi? Narsalar olib keldik uje. Chunki mana shu yerdagi hammamiz uyimiz. To'ppa-to'g'ri shunaqa. Qaranglar, hozir men sizlarga nimasi bo'ladi? Короче, mana bu yerlarni tozalab beraman jitillar. Sizlar esa nima qilasizlar? Tishini ursin hozir. Shuni uyimdan yugurib borib bitta qilich olib kelay. Hoppa, mana qilich olib keldim. Jitillar, qilich bilan mana bularni hammasini to'g'rilarda olib chiqaman. Yaxshi. Sen bularni olib bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Sizlarmi? Sizlar esa nima qilishlaringni hozir aytaman. Qaranglar, короче, men to'g'rilarda olib chiqaman. Zavod mana shu yerdan bunaqasiga to'g'ri chiqib ketadi. Men mana bu yerlardan nimasi bo'ladi? Yerlarni tozalab turaman. Sizlar esa mana bu uyni ichini mana bularni olib, doskalarni hammasini ta'mirlab, mana bu yerlarni temirdan qilib turasizlar. Mana bu joyi ochib, xullas. Tushundilaringmi nima demoqchiligimni? Tushundik, Drets. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Tushungan bo'lsalaring juda ham yaxshi. Jitillar. Unda men mana bularni demak sindirib, короче, sizlarga olib berishda davom etaman. Mana hammasi xullas mana короче olyapman. Bunisini ham olaman, mana bularni. Mana buni ham olib tashlayman. Okey. Mana bu yerdan o'tlarni ham olamiz. Jitil, sen sal xalal beryapsan-da. Qayerga o'tib turaymi? Bo'ldi. Всё, mana shu yerda turaver, hech narsa qilmas ekan. Bo'ldi, jitillar tayyor. Men hamma joyni tugatdim. Endi bu yog'i sizlarda ishlaring. Bo'ldi, gap yo'q. Mana bu yer qolib ketdi. Ko'rdim. Shuni olishga kelayotgandim. Bo'pti, jitillar, sog' bo'linglar. Короче, obunachilar, biza endi qaranglar, mana bu joyni ochib olamiz. Jitillar, men ochib, mana bu yerda tayyor qilib qo'ygunimgacha mana buni ichidan, ya'ni mana bu yerda to'g'irlab, ta'mirlab, короче, temirlab qo'yib, balobatar qilib turishadi. Ungacha esa men ochib turaman do'stlar. Keyin esa ko'rasizlar nima qilishimizni. Sizlar esa albatta videoni oxirigacha ham tomosha qilinglar do'stlar. Bu video web kamera bilan bo'lmadi. Nimaga desalaring, bilmadim. Web kamera bilan qilgim kelmadi. Chunki kimdir hech qanaqa reaksiya bildirmayapti. Ya'ni kommentarga tushib, "Drits, gap yo'q, web kamera bilan reaksiyalarni zo'r qilar ekansan. Молодец. Yana web kamera bilan video qilsang chotki bo'lardi" demayapti do'stlar. O'shaning uchun web kamera demak kerak emas. Sizlarga web kamera bormi, yo'qmi, umuman qiziq emas do'stlar. O'shaning uchun nima desa bo'ladi? Короче,
Nu, veb kamerasiz ham qilaverishga qaror qildim obunachilar. Shunaqa, demak mana bu yerlarda ochib olamiz sekingina obunachilar. Kelinglar endi mana buni olamiz mana bu yerdagi daraxtlarni hammasini. Okey, okey. Bo'ldi. Mana buni olamiz va bo'ldi. Qolgan daraxtlar turaversa ham yaxshi. Qaytam, nimasi bo'ladi, mana bu yerga soya tushib turadi. Misol yomg'ir yog'sa ham do'stlar, yomg'ir tegmaydi, galemlar zanglab qolmaydi do'stlar. Bilasizlar, galemlar temirdan yasalgan bo'ladi. Ya'ni temirdan yasaladigan narsa. O'shaning uchun, ehtiyot bo'lish kerak do'stlar. Okey, mana bularni olamiz. Agar zanglab qolishsa, ularda bir tiyinlik foydasi yo'q. To'g'ri do'stlar, Minecraftda sizlarda Minecraft, ya'ni sizlarda Minecraftinglarda zanglamasligi mumkin, lekin bizda Minecraftda zanglaydi. Chunki bizni Minecraft do'stlar haqiqiy realniy narsa. Chunki bilasizlar, hattoki biz sotib olayotgan ovqatlarimizni ham даже sotib olamiz, boshqa qilamiz. Shunchaki kun kechirish uchun do'stlar video qo'yib yuramiz. Mana shunaqa YouTube orqasidan, ya'ni sizlarning orqalaringdan jicha pul kelib turadi. O'shandan sal pul olamiz. O'shaning uchun mana shunaqa video qilamiz. Bo'lsam-ku biz ham oddiy mana bu yerda огородimizni ishini qilib, keyin bemalol yotib dam olib, bir narsa qilib yotsak bo'ladi. Yo'q do'stlar. Biz sizlar uchun kontent qilishimiz kerak. Bu narsa bizga yoqadi obunachilar. Hop, okey, ko'p gapirmasdan mana bularni olaman. Demak, mana shuncha kattalikda bo'pti. Menimcha mana bu yerdan yana ikkita olish kerak do'stlar, chunki sal qandaydir bilmadim, ko'zimga mayda ko'rinyapti. Hop, okey, mana bularni olamiz. Bu yoqni olamiz obunachilar. Hozir galemlarimiz ham tayyor bo'ladi. Ya'ni galem zavodimizda do'stlar, keyin uni maza qilib ishlatamiz. Faqat ishqilib mer kelganda, ya'ni qishloqqa mer kelganda gapirmasa bo'lganini ko'rdilaring. O'sha bittasi sindi do'stlar. Mer kelib, jitila, uzr, jitila bilan "Dres, nima qildilaring, Jinursin? Uyimni nima qildilaring? Uyim ahvollarini qaralaring. Tez joyiga qaytar" demasa bo'ldi do'stlar. Iloji boricha merni boshqa joyga ko'chirishimiz kerak do'stlar. Chunki, agar boshqa joyga ko'chsa, bilmadim. Короче deb, hop, mayli, okey. Mana bularni olamiz. Bularni. Okey. Mana bularni ham olamiz. Всё, bo'ldi, bolalar, yetadi. Mana shuncha oldik. Ana endi biza ichkarini ko'rishimiz kerak. Qani nima bo'lyapti ekan? Men shuncha narsani qilib bo'lgunimcha, menimcha ichkarini ham normalniy narsa qilishgan shekilli. Yana bilmadim, hozir kiramiz. Qani ketdik, obunachilar. Tak, okey, obunachilar, kelamiz va oppa, jitlar уже tayyorlab qo'yibsizlar, a? Da, jitel, hamma narsani tayyorlab qo'ydik. Sen faqat mana bu yerga regeneratormi, uskunalar xullas qo'yib chiqsang bo'lgani. Aha, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Tak, obunachilar, kelinglar deb, bo'lmasa biz narsalarni olib olamiz. Qaranglar, golem chiqarish uchun mana bunaqa narsalarni ham qo'yib qo'yibsizlar, a? Golem chiqarish uchun o'zini narsalarini, короче, nima desa bo'ladi, mana bu narsalarni-da, xullas, to'g'rimi? Nomini bilmayapman. Xullas o'sha anaqa nima edi? Yo'q, meni ham esimga kelmayapti. Oshqovoqmidi? Oshqovoq, mana shu oshqovoqlar, keyin anavi narsalar, anavi, yo'q, o'zbek tilini ham вообще yorvoramiz-da, obunachilar. O'zbek tilini ham, voy, yo'q, gap yo'q. Menimcha o'zbek tilini bizdan zo'r biladigan odam bo'lmasa kerak bu yerda. Xo'p, qaranglar obunachilar, to'xtanglar, bizga bitta blok kerak. Qaranglar, oddiy yer qo'ymaymiz-da, mana bunaqa taxtam, yog'och, mana shundan qo'yib qo'yamiz. Bu nimaga kerak desalaring, mana shunaqa, mana buni qo'yish uchun. Ya'ni mana bu bunday ulanib, mana bunga regenerator bir narsa, balo batarlarga ulanishi uchun ana endi bularni qo'yib chiqishim kerak. Stop, do'stlar, to'xtanglar. Bu yoqqa qarab ketyapti-yu. Voy, stop. Demak, xato qo'ydim. Okey, obunachilar, demak buni olib tashlar ekanmiz. Xato qo'ygan bo'lsam qanday qo'yib chiqishim kerak? Bundaymi? Mana bunaqasiga qo'yar ekanmiz obunachilar, mana. Oppa. Mana shu tugaguncha qo'yamiz всё, manaki do'stlar. Hammasi tayyor. Anaqalar galemlar mana shu yoqqa bundoq kelishadi, qaranglar. Hozir faqat bundoq kelishim kerak. Mana misol qaranglar, hozir mana bu tugmani qo'yamiz, keyin ichiga anavini qo'yaman. Keyin mana bu yoqda galem tushdi, qaranglar, tasavvuringlar, mana men galemman, mana. Bam, yo'q, stop, mana tushadi, mana asta mana keladi, mana. Tushishlari mumkin, mana shundoq keladi. Hammasi bitta mana shu yoqqa yig'ilishadi. Mana bu yerda esa hozir yopib qo'yaman yoki ba'za qilib, короче, yo'q, yopishim shart emas. O'zi galemlar yoqdan bu yoqqa sakrab aylanib yurishadi-yu. Hop, всё, do'stlar, уже kelinglar. Bo'lmasa biz birinchi galemimizni qo'yishni boshlaymiz. Bitta kalla kerak bo'ladi. Keyin temir galem yasaymiz birinchi bo'lib do'stlar. Hop, qaranglar, birinchi navbatda men kerakli komandalarni yozib olaman. Okey. Всё, hammasi joyida. Ana endi 3, 2, 1 ga mana buni yoqqaman. Jitlar, tayyor turinglar, xo'pmi? Xo'p, Dres, biz tayyormiz. Aha, bo'ldi.
3, 2 barobarlashda bos. Oppa, mana obunachilar bizani birinchi galemimiz chiqdi. Jin ursa faqat videoga tushmay qoldimi bilmayman, nimadir bo'ldi. Mana bu uchib ketdi mana bu yoqqa do'stlar. Nu yaxshi, yaxshi do'stlar, bizani temir galemimiz tayyor. Birinchi, hop bu yerda bitta temir ortiqcha qolib ketdi. Buni tashlayveramiz. Kelinglar endi ikkinchi galemimizni chiqaramiz. Mana bu qayerga ketyapti bu do'stlar? Uje menimcha dushmanni hidini payqadi shekilli. Nu yana bilmadim do'stlar. Nu lekin yaxshi, yaxshi. Jitsinlar menimcha bizning zavodimiz juda ham zo'r chiqdi. Da, вообще zo'r chiqdi. Bor endi biza bemalol Galim zavodida anaqa qilsak bo'ladi, ishlatsak bo'ladi-da, xuddi shunaqa. Hop, mana bu yerga tashab qo'yaman. Qolgan Galimlarni chiqarishinglar mumkin. Yo'q, bu nima? Nimaga ishlatmadi mana buni? Nimaga to'rttani ishlatmadi? Tushunmadim. Menimcha bu nimasi bo'ladi, tugamas bo'lsa kerak-da. Yo'q-e. Shunaqa. Komandalar to'g'ri yozganmiding? Komandalar xato ketgan. Chinda, mana shunida ham debdi. Bo'ldi, vsyo. Hozir komandalarni to'g'rilaymiz obunachilar. Ajoyib, mana buni ham oy, yo'q-yo'q, to'xtanglar, buzib yubordim bilmasdan. Yo'q, nimaga? Mana buni bundoq qilamiz, yoqib o'chirib 3 marta, keyin bu yerda boshlaymiz. Keyin vsyo obunachilar, qani Oppa, mana obunachilar, ikkinchi galemimiz ham chiqdi. Dres ikkinchi galem ham chiqdi. Juda ham zo'r. Xuddi shunaqa. Obunachilar, mana bizning ikkinchi galemimiz. Buni sal buyoqqa suramiz. Menimcha buni ursam meni urmasa kerak, uni yana bilmadim. Bu qayerga ketyapti? Menimcha zavodga kirgisi kelyapti. Afsuski zavodga kira olmaysan. Jitsalar, короче, mana hamma narsa tayyor. Endi bu yoqni o'zinglar qilaveringlar asta-asta. Men vaqti charchadim, to'g'risini aytsam, jitsalar. Mana bu yerga hamma narsani tashlayman. Mana. Mana. Uyi polni ko'targan biz bo'lsak, sen qanday charchaysan? Uyi sizlar 4 tagina mana bu 4 qatorgina joyi to'g'riladilaring ozginagina. Men mana bu yerda hamma joyi olib chiqdim. Anaqa qumlarni sal farosatinglar, sal bir anaqanglarni ishlatinglar, insofinglarda iltimos. Mana shuncha joyi olib chiqdim, charchadim, bellarim og'rib ketdi. To'g'ri aytyapti, Jitel. Uzr kechirasan. Mayli, hech qisi yo'q. Mayli bo'lmasa ketdim. Xo'p, obunachilar, bizani Galem zavodimizda вообще zo'r chiqdi, lekin to'g'risini aytsam, Galem voy, qalingsan Galem. Okay, yaxshimisiz, zo'rmisiz, tinchmisiz? Okay. Allo. Aytgancha Galemlar gapirmaydi. Do'stlar, nu gapirsa ham tiliga tushunmayman. Xullas, obunachilar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Qoch Jitel, meni joyim bu. Xo'p, mana bu yerga kirib, oppa bo'ldi. Vsyo, do'stlar, mer 6 oydan keyin keladi. 6 oygacha biz o'zimizni bemalol qo'riqlay olamiz. Hech qanaqa kreativlarsiz, do'stlar. Unda sizlarga xayr obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men endi kompyuterim hozir o'ynayman bor. Vashshe charchadim chunki. Keskiga kiramiz. Bolalar bilan otishma qilaylik. Baribir anaqani shtorimni kuchini ko'rishdan bir shtorimni. Bo'ldi, shtorim aloqada.